Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz ayollar, aziz opa-singillarim. Bugun sizlar bilan biza hozir ko'rsatadigan quyonchamizni to'qishni boshlaymiz. Noqulayliklar bo'lib qoldi. Videoni oxirrog'ida kameradan sal tashqariga chiqib ketibdi. Shu noqulaylik uchun uzr so'rayman. Lekin gapimni anaqasidan e'tibor berib turib qiladigan bo'lsanglar, to'qiydigan bo'lsanglar, qarab qiladigan bo'lsanglar, tikadigan bo'lsanglar, hammasi o'z o'rniga tushadi deb o'ylayman. Agar tushunmasanglar, menga Telegramdan aloqaga chiqsanglar, men shu joylarini tushuntirib ko'rsatib beraman. Kameramni joyidan kimdir tegib qo'ygan ekan, shu hisobdan men bilmay qolib videoga olaveribman. Aziz obunachilarim, bugun sizlar bilan bismillah deb mana shunaqa quyonni to'qiymiz. Mana har xil stilda buni faqat o'zingizlar xohlagan anaqada to'qishinglar mumkin ustiga. Ammo asosan quyonni o'zini to'qib ko'rsataman. Mana har xil ko'rinishda biz quyonni to'qiymiz. Bizga kerakli bo'ladigan narsa ip, xohlasa bilasizlar buni naqa plishovoy ip 1,5-2 ketadi siz to'qishimizga. Keyin 2 krючок, 2 xil krючок, 3,5 bilan 4 razmerda krючок kerak bo'ladi. Sintifon solishga o'zingizlarga kerakli anaqa, lekin mana shochka обязательно va kichkinagina boshqa rangda ip kerak bo'ladi. Va 12 millimetrlik ko'z kerak bo'ladi. Men bunaqalik ko'z qo'ymoqchiman. Nima desam bo'ladi? Qora ko'z qo'ysanglar ham bo'ladi. Lekin menga bas shunaqa ko'zini rang-barangli qilib qo'ygim keladi. O'shanga shuni to'qmoqchiman. Shuni qo'ymoqchiman. Buni mana bu zaglushkasi ham anaqa rosa qiyin qo'yish, lekin amallayman. Men bitta qulog'ini, bitta oyog'ini va bitta qo'lini to'qib qo'ydim. Tezlik bilan anaqa qilganda men ancha oldin to'qib qo'ydim. Rangi sal o'sha anaqa qildi. Bularni kechaganda to'qigan edim. Sizlar bilan hozir biz birinchi bo'lib kerakli oyog'ini to'qib olamiz. Va shu qo'lini to'qib olamiz. Sababi ip o'zib o'tirmaymiz-da keyin o'sha. Quloqni to'qib olamiz. Menda o'sha mashinalar mana mashq qoldi. Bismillah deb. Faqat qulog'iga 4 krючок ishlatamiz, qolgan hamma joyiga 3,5 krючок ishlatamiz. Kaltsiy amigurumi qilmaymiz. Plishovoy ipda sal qiyinroq bo'ladi kaltsiy amigurumi qilib to'qish. O'shaning uchun 3 ta воздушный petля olamiz. Mana 1, 2, 3. Va birinchisiga соединительный petля qilamiz, ya'ni qo'shilib ketadi. Mana. Bitta воздушный petля ko'taramiz. 8 ta stolbik to'qiymiz. 8 ta ustuncha o'zbekchasiga, men o'zbekchasiga gapirishni bilmayman. Besnakit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belgimizni qo'yib olamiz. Har bitta petlaga pribavka qilamiz. Ya'ni ko'paytirish qilamiz. Ya'ni bitta petlaga 2 ta beznakit to'qiymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 va mana 8. Xush kelibsiz, mashik. Bu mana erkatoy mushukcham.
Canım ben aşağılım. Tacak. Ve aşağılım bana. İkinci qatorimiz tugadi. Petla sonimiz mana 16 ta bo'ldi. Ya'ni bitta ikkita to'qidik. 1 2. Uchinchi, to'rtinchi qatori gir aylanib o'zini to'qiymiz. 16 ta stolbik bez nakib. Kimsa? Uchinchi qator. To'rtinchi qatorni o'zini to'qiymiz. To'rt qator to'qib oldik. 5-qatorda ikkita stolbik to'qiymiz. 1 2. 3 bilan 4 ubavka qilamiz, ya'ni ubavka kamaytirish, ikkitani bitta qilib to'qiymiz. Oldidagi devorchasidan ikkalovidan o'tkazib olib to'qiymiz. Hozir yana bitta ko'rsataman. Bu birinchisi. 1 ikkita petla to'qib mana oldi devorchasidan o'tkazdim va keyingisidan yana o'tkazib olman va ipni ilib olib ikkalovidan olib o'tib olman va buni birlashtirib olman. Ikkita bo'ldi kamaytirishimiz. 1 ikkita yana to'qiymiz. Yana ubavka qilamiz. Mana uchinchisi bo'ldi. 1 2 va yana ubavka qilamiz. Ikkita to'qib petla sonimiz 12 ta qoldi. Ikkita to'qib ubavka qilganimizda 4 marta qaytardik. 5-qatorimiz tugadi. 6-qatordan 13-qatorgacha 12 ta petlani gir aylanib o'zini to'qiysizlar. Kamaytirmasdan va ko'paytirmasdan. 13-qator tugallanishida uchrashamiz. Qizlar, mana 13-qatorni tugatdim. Endi bunga sintifon solamiz. Sintifonni ham bunaqa ko'p solmaymiz, mana ozgina solingan. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Qo'li ozgina bemalolroq turish kerak bo'ladi. Uch tarafiga ko'proq sotilgan bo'ladi, ya'ni mana tarafiga. Bu yog'iga o'zi kam. Bundan mashina o'zi yetadi. Tak, endi shu o'zida 14-qatorda 4 ta petla to'qiymiz. 1 2 3 4. Ubavka qilamiz. 1 2. Ahamiyat beringlar, ubavka qilganinglarda yana o'sha petlani o'ziga to'qib olmanglar. 1 2 3 4. Bunda sal anaqada adashtiradi odamni. Shunga e'tibor berib to'qsanglar, keyin o'sha o'rganib ketasizlar. Ubavka. Ana 2 marta ubavka qildik, 4 tadan to'qib. 14-qatorimiz tugadi. Endi buni ip olib tashlaymiz. Bunday qilib birlashtirib, petla sonimizni 10 ta birlashtirib, mana ikkala petladan ham olyapman. Beznaki to'qiymiz. 1 birlashtiramiz. Bu bilan mana buni 2 3 4 va 5. Mana ipimizni tikish uchun uzunroq qoldiramiz. Necha uzunmas ekan? O'zimda qilsanglar uziladi. O'zidan chiqqan men bu anaqasini men sintifonni orasiga qo'yib yuboraman. Ichida bilimli ketadi. Mana bitta qo'limiz tayyor. Ikkinchi qo'lini ham xuddi shunaqa qilib mana to'qiysizlar, mana bir xil bo'ldi. Endi sizlar bilan quloqni mana oxirida to'qiymiz. Mana bu oyog'i nimaga unaqa sarg'ayib qolibdi, hayronman. Mana quloqni to'qirganmiz, mana bitta oyog'ini yuvib yuboraman-da. To'rt kurchuni oldim. 3 ta petla to'qib olamiz. 1 2 3. Va birinchi petlaga soединительный petla qilib
и bitta воздушный petля qilib ko'tarib olamiz. 6 ta beznaki to'qiymiz mana shu dumonlarning orasiga. Orasidan olib chiqib, mana 1 2 3 4 5 6. Belgimizni qo'yib olamiz. Bu birinchi qatorida. Ikkinchi qatorda pribavka qilamiz. Ya'ni har bitta petlaga ikkitadan to'qiymiz 6 marta. 1 2 3 4 5 mana 6. Ikkinchi qatorni tugatdik. Uchinchi qatorda endi sal boshqacha to'qiymiz. Kurchug'imizga ip ilib olamiz va petlani bug'doy orasidan olib chiqib, mana kurchug'imizda 3 ta bo'ldi. Uchalovini birlashtiramiz. Bitta shunaqa, keyingi petlarga xuddi shunaqa pribavka qilamiz. Ya'ni mana uchalovini birlashtirib, yana xuddi ilib olib, yana xuddi shu petlarni o'ziga kirgizib, olib chiqib ilib olib, kurchug'da 3 ta bo'lgandan keyin uchalovini birlashtiramiz. Bu polustolbik snakidim deyiladi. Bitta keyingi petlarga ko'paytirish, bitta keyingi petlarga ko'paytirish, shuna qilib 6 marta qaytaramiz. Biz endi faqat shunaqa to'qiymiz. Ahamiyat berasizlar shu narsaga. Qaytarish. Uchinchi qatorimiz tugadi. To'rtinchi qatorda endi ikkita petla to'qib pribavka qilamiz. 1 2 xuddi shunaqa ilib olib turib to'qiymiz. To'rtinchi qatorda ikkita to'qib turib pribavka qilamiz, 6 marta qaytaramiz. Beshinchi qatorda 3 ta to'qib turib pribavka qilamiz, 6 marta qaytaramiz, 30 ta petla bo'ladi. 6-7 qatorni graylanib 30 ta petlani o'zini to'qiysizlar, faqat polustolbik qilib, ya'ni ilib olib turib to'qiysizlar. Chunki bizda qulog'imiz bo'lmasam kichkina chiqib qoladi. Shuna hisobiga biz anaqa qilib to'qishimiz kerak bo'ladi. Polustolbik qilib to'qishimizga to'g'ri keladi. Mana yordamchim yana keldi. Graylanib yuraveradi shu yerda. Mazik. Ye, qara, senga ham hamma qarayapti. Hamma ko'ryapti seni. Seni erkatoyimiz bu. Bo'ldi, bora qo'ying. O'kina. Qizlar mana 6-7 qatorni o'qib oldim. 1 2 3 4 5 6 mana 7. Shu chiqincha ishlatmadim. Sanab to'qotganimga 8-qatorda endi 3 ta petla to'qiymiz. Xuddi shunaqa ilib olib 1 2 3 ubavka qilamiz. Ilib olamiz. Birinchi petlani oldi devorchasidan chiqazamiz kurchog'ini va ikkinchi petlani devorchasidan kirgizib, mana 2 ta petla bo'ldi. Ilib olamiz va olib chiqamiz. Kurchog'imizda mana 3 ta. Uchalovini birlashtiramiz. Mana ko'rkamay. 1 2 3. Yana xuddi shunaqa qilamiz. Ubavka qilamiz. Purchase your tracks today. 1 2 3. Yana ubavka. Shu narsani 6 marta qaytaramiz. Petla sonimiz 24 ta qoladi. 9-10 qatori ham graylanib o'zini 24 ta petlani to'qisizlar. 11-qatorda 2 ta petla to'qib turib, ubavka qilasizlar, ya'ni kamaytirasizlar. Xuddi shu usulda kurchokka ilib olib turib.
12 qatorda shunda 18 ta petlyani o'zini gir aylanib to'qiysizlar. Ya'ni 11 qatorda 2 ta to'qib ubavka qilganingizda 6 marta qaytarganingizda 18 ta petля qoladi. 18 ta petyani 12 qatorda gir aylanib o'zini to'qiysizlar. 13 qatorda bitta petля to'qib turib ubavka qilasizlar, 6 marta qaytarasizlar. Petля soni 12 ta qoladi. 14-dan 19-qatorgacha gir aylanib 12 ta petyani o'zini xuddi shu mana bunaqa ilib olib turib to'qiymiz va 19-qatorda uchrashamiz. Petla mana 19 qator to'qib bo'ldim. Endi buni birlashtirib boyidagi qo'lini yopganimizdagi yopamiz. Mana beznaki 1 2 3 4 5 6. Bunda ipni uzun qoldiramiz. Nima qilganingizda mana bu qolib ketadi. Mana bizda ikkita qulog'i tayyor. Yana bitta to'qiysizlar. Endi oyog'ini boshlaymiz. Qizlar mana bitta ipimdan mana ikkita qulog'i chiqdi, ikkita qo'li chiqdi va bitta oyog'i chiqdi. Bitta ip shunga ketdi. Endi mana ikkinchi oyog'ini to'qishni boshlayapmiz. Uchta воздушный petля ko'taramiz va soединительный petля qilib olamiz. Bitta воздушный petля ko'tarib oltita beznaki to'qiymiz. Orasiga 1 2 3 4 5 6 markera qo'yib olamiz. Ikkinchi qatorda pribavka qilamiz. 1 2 3 5 mana 6. Uchinchi qatordamiz. Bitta beznaki to'qiymiz. Keyingisiga pribavka qilamiz. Ya'ni bitta petlaga 2 ta. Shuni 6 marta qaytaramiz. Uchinchi qatorimiz tugadi. Ikkita to'qib pribavka qilamiz, 6 marta qaytaramiz. 4-qatordamiz. 1 2 pribavka qilamiz. 1 2 pribavka qilamiz. 1 2 pribavka. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana o'zida anaqa chiqdi. Men qoldirdim. Ichki tarafida qolib ketadi. Boylangan chiqdi, ip uzilib va boylangan. 4-qatorimiz tugadi. 5-qatorda endi 3 ta petля to'qib pribavka qilamiz va 6 marta qaytaramiz shu narsani. 2 mana 3 pribavka. Qizlar anchadan beri pauza qilib qo'yganda
Inshaalloh endi bu yog'iga yana birgamiz nasib qilsa. Bir kunda o'tirib bemalol to'qib qo'ysa bo'ladi, 1 soatda. Chunki bu ip tez ko'tariladigan ip. Odam to'qiganda mazza qilib to'qiydi shu ipni. Manda xato ketib qoldimi? Bir. Mana 5. 1. 5-chi qatorimiz tugadi. 6-chi qatorda va 7-chi qatorda graylanib o'zini to'qiymiz. 30 ta petля bo'lishi kerak. 30 ta petlyani graylanib 2 qator o'zini to'qiymiz. Ko'paytirmasdan, kamaytirmasdan. Mana qizlar 6-7-chi qator to'qib oldik. 30 ta petlyani 8-chi qatordamiz. Endi 11 ta stolbik to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bir yaxshi emas ekan bu matokdagi. 4 ta ubavka qilamiz, ya'ni ketma-ketiga ikkitani bitta qilib to'qiymiz. 1 2 3 4. Biz oyog'imizni mana shu old qismini chiqazib olamiz. Yana 11 ta petля o'zini to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ko'rayotgan bo'lsanglar, уже mana kir bo'lib chiqyapti. Значит, unda bu ham shunaqa bo'lgan o'zi boshlanishi. 8. 9-chi qatorda endi 9 ta petля to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 4 ta ubavka qilamiz yana. 4 ta kamaytiramiz. Ikkitani bitta qilib 1. Petlelarga ahamiyat beringlar. Ikkitani bitta qilganinglarda qo'shib qo'ymanglar. 2 3 4. 9 ta petля to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
qator tugatdik. 10-qatordamiz. 8 ta petля to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta petля to'qidik. Endi 3 ta ubavka qilamiz. Ya'ni 3 marta kamaytiramiz. 1 2 mana 3. Yana 8 ta petля to'qiymiz. 1 2 mana 8 ta bo'ldi. 10-qatorimiz tugadi. 11-qatordamiz. Har kera qo'yib olamiz. 6 ta petля to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 3 marta ubavka qilamiz, ya'ni 3 ta kamaytiramiz. 1 2 va 3. 7 ta stolbik to'qiymiz endi. 7 ta qo'ygan bo'lish kerak. 1 2 3 4 5 7 ta mana. 6 7. 11-qatorimiz tugadi. 12-qatordan 15-qatorgacha 12 13 14 15, ya'ni 4 qator gir aylanib 16 ta petlani o'zini to'qiymiz. Mana 15 qator to'qib oldik. 16-qatordamiz. 6 ta stolbik to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6. Ubavka qilamiz. Yana 6 ta petля to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 va yana ubavka qilamiz oxirgi petlaga. 16-qatorimiz tugadi. 17-qatori bir aylanib o'zini to'qiymiz. 14 ta petlani. Va keyin yaxshilab sintifon solib to'ldiramiz. Oyog'ida qattiqroq qilib to'ldirish kerak, ya'ni ko'proq solib. O'zi sintifonni qancha yaxshi solsanglar, o'yinchog'inglar shuncha yaxshi xizmat qilib panoq qiladi. Tez titilib yomon bo'lib ketmaydi. Men sintifonni hech qachon ayamaganman, rosa solaman. Haligacha o'yinchoqlarim, to'qiganlarim shundoq qilib turadi. Mana 17 qator to'qib oldik. Biz endi mana ko'rgan bo'lsanglar, yana bitta kamaytirish qilganmiz. Bu oyog'imizning oldi qismi. Endi sintifon solamiz. Men maydalab solaman. Bir xil paytda yirik ham solaman. Har xil. Hamma o'yinchoqda har xil solaman. Bir xil bundan mayda qilib solaman. Yerimni mana solib o'tiraman. Ichini to'ldiramiz mana. Keyin ko'pchilik o'lchab solar ekan. Men o'lchamayman, men primerni solaveraman. Men mehnatimni o'zim anaqamda baholayman. O'zi 1 kilo sintifon olsanglar, nechta qo'g'ir joy ketsa, o'shani o'zini bo'laversanglar ham bo'ladi-da, taxminan qilib. O'lchab solaman desanglar. O'zi bir mana o'lchab solib ko'raymi dedim. Hisoblab ko'raymi ekan dedim. Sotayotganda rozi-rizolik bilan sotiladi, shuni kam ko'stiga rozi bo'ling deb. Mana shu olgan sintifonim mana hammasiga ketdi. Endi buni qo'lini
yopganimizda, qulog'ini yopganimizda yopamiz. Marker olib tashlaymiz. Bizda endi faqat mana bu oldi mana bunaqa qilib yopishimiz kerak, oldiga qaratib. Agar petlelar mundoqligicha bo'lib qolgan bo'lsa, to'qib kelib mana bu yerdan yopasizlar. Agar bu yoqda bo'lsa, bundoq to'qib kelib. Chunki mana bundoq bo'lishi kerak. Yo'q, bundoq emas, mana bunaqasiga. Uzr. Menda hozir yetmadi. Men yana bitta petle to'qiyman. Mana. Yana bitta petle, ikkita petle to'qidim. Mana bunaqasiga yopishimiz kerak. Mana bu yopganimiz mana buni o'rtasiga kelish kerak. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, mana 7. Uni qo'shib yuboraman va ipni tortib qo'yaman. Mana. Bizda ikkita mana shunaqa bir xil oyoq bo'ldi. Endi sizlar bilan biz tanasini to'qishni boshlaymiz. Ya'ni birinchi past qismi, qorin qismlarini to'qiymiz, keyin tepaga, boshiga ko'tarilib chiqib ketamiz. Endi biz tanasini boshlaymiz. 3,5 kurchuk olamiz. Uchta petla to'qib olamiz. 1, 2, 3 va soedinительный stolga qo'yamiz. Bitta воздушный petla ko'tarib, shu petlani o'rtalaridan tiqib, 6 ta beznaki to'qiymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Markerimizni qo'yamiz. Har bitta petlaga ikkitadan to'qiymiz. Pribavka qilamiz har bitta petlaga. Bir, uch, to'rt, besh, 6. İkinci qatorimiz 12 ta petla bo'ldi. Bu yog'igacha tushuntirib ketaman qizlar, chunki постоянно to'qiganmiz, уже bilamiz qanaqa to'qilishini. 3-qatorda bitta to'qib pribavka qilamiz, 6 marta qaytaramiz. Petla sonimiz 18 ta bo'ladi. 4-qatorda 2 ta to'qib pribavka qilamiz, 6 marta qaytaramiz, 24 ta petla bo'ladi. 5-qatorda 3 ta to'qib pribavka, 6 ta to'qiymiz. 6-qatorda 4 ta to'qib pribavka qilib 6 marta qaytaramiz. 7-qatorda 5 ta to'qib pribavka qilib 6 marta qaytaramiz. 8-qatorda 6 ta to'qib pribavka qilamiz va sizlar bilan biz 9-qatorda uchrashamiz. Qizlar mana 8 qator to'qib bo'ldik. 9-qatorda uchrashamiz dedim. 9 ta stolbik to'qiymiz. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mana 9. Oyoqchamizni olamiz. Bizda bitta 7 ta petla bor. 7 ta petlani to'qiymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bug'doydan o'tkazdim. Va qaraymiz. Buni ham mana bug'doydan o'tkazamiz. 7 ta petlani to'qiymiz. 1, 2, oyog'i bu yoqqa qarab turish kerak. 3, 4,
4 5 6 mana 7. 7 ta petlyani to'qib oldik. Endi 17 ta petля to'qiymiz. Men bu ipni 1-2 qator to'qib olaman. 1-2 ta petlaga. 1 2 3 Shu oxirgisini boshqa yerdan olaman. Tak, mana 17 to'qiymiz endi. 1 2 3 4 17 ta petля to'qidim. Ikkinchi oyog'ini olamiz. Ipni ichkariga qo'yib olamiz. Va birinchi petladan boshlaymiz. Bu ipni ichkaridan o'tkazib olib birga to'qib olamiz. 7 ta petla bilasizlar. Birinchisini shunday tashladim. Mana 1. Ana endi qo'shib boraman. 3 5 6 mana 7. Mana ikkita oyog'ini to'qib oldik. Endi 8 ta stolbikka o'zini to'qib olamiz. Qolgan 8 tasini 1 2 3 4 5 6 7 mana 8. 9-qatorimiz tugadi. 10-11 qator graylanib o'zini to'qiymiz. Bu yoqqa men shunday aytib ketaman, chunki qayta to'qib uje tushunolgansizlar, ubavka, pribavka nimaligini. 10-11 graylanib 48 ta petlani o'zini to'qiysiz 2 qator. 12-qatorda 6 ta to'qib turib ubavka qilasizlar, ya'ni kamaytirasizlar. Shuni 6 marta qaytarganingizda petla soninglar 42 ta qoladi. 13-qatorda 42 ta petlani o'zini to'qiysizlar. 14-qatorda 5 ta to'qib ubavka qilasizlar, 6 marta qaytarasizlar, 36 ta petla qoladi. 15-qatorda 36 ta to'qiysizlar o'zini. 16-qatorda 4 ta to'qib ubavka qilasizlar, 6 marta qaytarasizlar, 30 ta petla qoladi. 17-qatorda 30 ta petlani o'zini to'qib olamiz va shu yerda sintifonni solishni boshlaymiz. 18-qatorda 3 ta to'qib ubavka qilamiz, 6 marta qaytaramiz. Petla sonimiz 24 ta qoladi. 19-20 ni o'zini graylanib to'qib olamiz 24 ta petlani. 21-qatorda 2 ta to'qib ubavka qilamiz, 6 marta qaytaramiz. 18 ta petla qoladi. Va biz sizlar bilan 22-qatorda uchrashamiz qo'lini ulash uchun. Bizlar mana sintifon solib oldim. Yana solaman. Qo'lini chiqarishimiz uchun solishimiz kerak. Qo'li hammada har xil joylashgan, petla soni mana bu yerda hammada har xil joylashgan bo'ladi. Kimdadir bitta, kimdadir bitta, kimdadir bitta. Shuni hisobiga o'zingizlar qarab turib mo'ljal qilasizlar. Men hozir ko'rsataman. Endi mana уже anaqaga kelib qoldi. Men endi hozir bu yoq tarafgacha to'qib olishim kerak. 4 ta petlani to'qiyman. 1 2 3 4. Va qarayman. 4 ta to'g'ri kelmayapti. Chunki mana oyog'ini men bunaqasiga bizada
1 2 3 yana bitta to'qiyman. To'g'ri kelar ekan. Bizda qo'limizda 5 ta petladan iborat edi. Mana ikkinchi mushugim keldi. Bu meni yordamchim. Hamma narsada yordam beradi bu. Ovqat qilayotganda ham, uy tozalayotganda ham, kir yuvayotganda ham, ishlayotganda ham. Mana 1 2 3 4 va 5. Qaraymiz. Mana qo'li to'g'ri keldi. Hammada har xil joylashgan bo'ladi deb aytayman. Kimdadir 4 ta, kimdadir 5 ta, kimdadir 7 ta petla to'qib turib, keyin qo'lini ulaysizlar. Xuddi oyog'ini ulaganimizda deb. Endi 5 ta stolbik to'qiymiz. 1 2 3 4 5. Men bundoq qarayman. Bitta betlarni so'qaman. Ikkinchi qo'lini olib Mayiza. Nariyoqqa boring. Bor, boshqa mushuklar bilan o'ynagin. Bor, men kameraga xalaqit qilasan. Mushukni olib qo'ymasam. Ya. Tak, men birinchi petlaga kirgizib oldim. Qo'lidagi va tanadagi petlaga qo'shib turib to'qiymiz. 1 3 4 To'g'ri. Men bu marker qo'ygan joyimizga keldi. Marker degan olib tashlaymiz deb keyingi petlardan hisoblashni boshlaymiz. Mana. Endi qaraymiz. Bir xil ulangan bo'lishi kerak. Mana. Bir xil turda. Oyog'i bilan bir xilda turish kerak. Ipimizni uzmaymiz. Yaxshilab to'ldiramiz. Mana. To'ldirib oldik. Ana endi biz boshini to'qishni boshlaymiz. Boshini to'qishdan oldin 18 ta stolbik beznaki o'zini to'qib olamiz. Marker qo'yib olamiz. Tak, qaraymiz. Shundan boshlanar ekan. 18 ta petlarni o'zini to'qib olamiz. Graylanib, ko'paytirmasdan, kamaytirmasdan. 1 2 Qizlar mana oxirgi bir qatorini graylanib to'qib oldik. Endi boshini to'qishni boshlaymiz, lekin undan oldin aytganimdek sensifonni yaxshilab solib olasizlar. Har bitta petlaga pribavka qilamiz. 18 martalab. Xuddi shu petlarni o'ziga
yana bir marta to'qiymiz. Mana shunaqa qilib gir aylanib pribavka qilib chiqamiz. Mana pribavka qilib bo'ldik. Yo'q. 24-qatorimiz tugadi. 25-qatordamiz. 5 ta stolbik to'qib, pribavka qilamiz, 6 marta qaytaramiz. 5 ta stolbik to'qiymiz. 1 2 3 4 5 pribavka qilamiz. Shu narsani 6 marta qaytaramiz. 25-qatorda to'qidik, 26-qatorda 6 ta to'qib pribavka qilamiz. 6 marta qaytaramiz, 48 ta petля bo'ladi. 27-qatordan 35-qatorgacha 48 ta petlani gir aylanib o'zini to'qiymiz. 30 dan 31-qatorga belga qo'yib qo'yinglar, sababi ko'z qo'yishimizga osonroq bo'ladi. 35-qatorda uchrashamiz. Qizlar, mana 35-qatorni ham to'qib bo'ldim. Mana nima qildim? Quyoninglarni bizada mana bu oyog'i bundoq turganning oldi tarafi. Endi men buni mana bir xilda mana qilib bir xilda ko'rmoqda degan o'tdimi? Bir xilda qo'yib olamiz-da. Tak, mana o'rtasini bilib olamiz. O'rtasi shu bo'lsa, ko'zimizni olamiz. Men ortiqcha narsalar qo'ymaganimga naqildim. Qizlar, mana ko'zimni to'g'rilab oldim. Mani yordamchilarim keldi yana mana oldimga. Mana bu 3-mushugim mana. Munni. Zotli mushuk. Menga qara Munni. Menga qara Munni. Munni. Oyog'i kalta. Sosiskaga o'xshaydi bu mushuk. Qarab. Bittani mana. Tak, mana qizlar. Yana bir rundoq qilib qarab olamiz. Mana 1 2 3 4. 1 2 3 4. Tak, 1 2 3 4. Ikkita ko'zni o'rtasida 8 ta petля bo'lishi kerak. Mana yana bundoq qilib qarab olamiz. Bu olib tashlaymiz-da buni. Menimcha to'g'ri turibdi deb o'ylayman. Endi qizlar, men videoni o'chirib turaman, sababi men buni kirgizish juda ham qiyin. Buni kirgizib, joylab, keyin sizlar bilan uchrashaman. Qizlar, mana mahkamlab oldim. O'zi ham zo'rg'a mahkamladim. Olgan instrumentimni topolmay, zo'rg'a topib, kelib qildim. Tak. Biz endi davom ettiramiz. 35-qator to'qib bo'lganmiz. Gir aylanib o'zini 27 dan 35-qatorgacha gir aylanib o'zini to'qislar deganman. Endi 36-qatorda bitta ko'rsataman, qolganini tushuntirib beraman. 1 2 3 4 5 6. Tak, ubavka qilamiz. 6 ta to'qib ubavka qilamiz. Mana 6 ta to'qib ubavka qildik. Shu narsani 6 marta qaytaramiz.
petля sonimiz 42 ta qoladi. 37-qatorda 5 ta to'qib ubavka qilamiz, 6 marta qaytaramiz, 36 ta petля qoladi. 38-qatorda 4 ta to'qib turib ubavka qilamiz, 6 marta qaytaramiz, 30 ta petля qoladi. 39-qatorda 3 ta to'qib ubavka qilasizlar, 40-qatorda 2 ta to'qib ubavka qilasizlar, 41-qatorda 1 ta to'qib ubavka qilasizlar. 42-qatorda uchrashamiz. Qizlar, mana oxirgi bitta to'qib ubavka qilganimizdan keyin men sintifon soldim keraklicha. Ana endi 6 marta ubavka qilamiz ketma-ketiga. Ko'ramoqda degan umiddaman. Bo'ladigan videolar anaqasini o'zgartirgandim-da. Joylasholmayman endi. Tak, mana markerimizni qo'yib olamiz va 6 ta ubavka qilamiz ketma-ketiga. Ketma-ketiga mana. 1. Menga sal udobno bo'lyapti. Mana 2 ketma-ketiga qilib olasizlar qizlar, sal menga neudobno bo'lyapti olish. Qizlar, mana 6 ta ubavka qilib bo'ldim. Markerni уже olib tashlayman, kerak emas. Ipimni uzoqroq qilib uzdim va tortib oldim. Qaraymiz. Sal bo'shoq bo'lib qolibdi. Hali yopmasimizdan oldin yana ozgina sintifon solib olamiz. Bizda mana hali ochuv joyi bor. Nah, ko'p solmayman. Bitta bo'sh ekan. Bo'ldi. Endi nini olamiz. Nina yordamida mana petlani oldi devorchasidan 1 2 hamma petlani olib olamiz. 2 3 4 5 va 6 mana. Mana yopildi. Shu yerda o'zida petladan o'tkazdim-da. To'g'ri qilib qo'yamiz va ipimizni ichkariga olib o'tamiz. Tugun bo'lgani ham bilinmaydi. Tak. Bir nechta joyidan pichalkashtirib olamiz. Sal tortib turib shunday uzib yuboraman. Bo'llarni chekirib ketdi. Mana bizada quyonchamizni salkam to'qib bo'ldik. Uchashqalarini qilamiz. Birinchi anaqada burun qismlarini tikamiz va mana bu yuzlarini chiqazamiz. Masalan, ikkita darsga o'tib ketaman. Biz uzun quloqli to'qigan bo'lsak, uni kalta quloqligi ham bor. Uni og'zaki etib ketaman. Xohlasanglar unaqa, xohlasanglar bunaqa to'qisanglar ham bo'ladi. Ya'ni osilib turadigan quloq bilan estash, ya'ni turadigan quloq to'qisa bo'ladi. Ikki xil bunaqasi bor. Keyin biz dumi qoldi, dumini to'qiymiz. Shu bilan quyonimizni bitiramiz. Uchashqaga men hozir
ip hali olmadim. Ipimni tayyorlab olay, keyin sizlar bilan yana uchrashaman. Qizlar mana yugandim, sal formasini o'zgartirdi. Ortiqcha chiqqan joylarini o'zi ham kir mashinaga soluvdim. Bitta o'zini kir mashinadan olishim qiyin bo'ldi. Endi bizga bitta oq ip kerak bo'ladi, mashina o'zidan va uzun nina kerak bo'ladi. Bo'yin tarafidan, mana o'rtasidan kirgizdim. Ko'zini o'rtasida tak bunda ham qiynalibman. Mana ko'zini o'rtasida yonidan chiqazdim. Bu yerda ozgina ip qoldiramiz va ko'zini bu tarafidan kirgizamiz. Bitta petля tashladim. Bitta petля o'tkazib tortib oldim. Yana bitta petля tashlab, endi bu yonidan chiqazamiz. Bu ko'zidan. Va yana xuddi o'sha joyimizdan, kirgizgan joyimizdan olib chiqamiz. Ipimizni uzib olamiz. Va endi mana ikkalovini birgalikda tortamiz. Mana. Menda ko'zi slishkam ichkariga kirib ketibdi. Boylab tugun qilib oldim. Endi yana bitta etapi bor. Ipimizni kesib 2 qavat qilib mana qilib olmash, to'g'ri ip uzilib ketmasligi uchun. O'zi ip uzilmaydi, bir qavat qilsa ham bo'ladi. Bir qavat qilib ko'raman. Ko'zidan bitta petля tashlab, bu yerdan mana olyapman. Ko'zini mana bu tugash joyidan bitta petля tashlab, bu yerdan olyapman. Mana olib chiqdim, ipimni tortyapman. Bu yerda tugun qilishga qoldiryapman. Va shu ustidan bu tarafiga olib o'tyapman. Bu tarafida ham mana bitta petля tashlab, bitta bu yerda yana bitta petля tashlab, ninani chiqarib oldim va tortaman shu o'zidan ham. Mana bizda mana bunaqa paydo bo'ldi. Boylab oldim. Endi xuddi shu ipim o'zidan mana uzun ip qoldi. Va ikkita ko'zini o'rtasini belgilab olamiz. Ikkita ko'zini mana tugagan joyidan, mana ya'ni ko'zini tegidan, prям tegidan o'rtasidan mana olib chiqamiz. Petlyani orasidan kirgizib va mana shu joydan yana olib chiqamiz. Tugun qilgan joylarimizdan. Mana. Buni ham ozgina mana tortib qo'yamiz. Yana bir qavat qilaman.
Chaqatda tortib yubormaymiz buni. Iloji boricha bir xilda qilib qilamiz. Mana bu yog'i menda ingichkaroq bo'lib qoldi-da, sitifon, chunki bu yoqqa kamlik qilib qoldi. Mana endi bir xil bo'ldi. Ana endi mana bitta ipga boylab qo'yamiz. İpimni sal kaltaroq qilib olaman. İplarimizni endi hammasini ikki tarafdan mana ajratib olib, ikkita qilib shu o'zidan ipni ichkariga yo'qotib yuboramiz. Men kurchoq yordamida voy. Kurchoq mana yordamida men ichkariga uni tiqib yubordim. O'zi nina yordamida qilsa yaxshi. Videoga o'tganimda sal noqulaylik bo'lyapti. Qizlar, uzr, agar kameradan tashqariga chiqib ketayotgan bo'lsam, oldindan uzr so'rayman. Joyimni o'zgartirgandim-da, sal menga noqulaylik bo'lyapti olishga. Ham anchadan beri video olmayaptim. 2 yilmi, 3 yil uzilish qilib qo'ydim. Hech narsa to'qimay. Mana endi Xudo xolisi inshaalloh yana birgaman. Mana ipini yo'qotdim. Bunisini nina yordamida yo'qotaman. Boshqa tegidan yo'qota qolaman. O'zi nina yordamida sintefonlar bilan birga ichida orasida qilsa yaxshi. Ana endi bizaga Gulnoraga rahmat. Gulnora qizim rosa burun qidirganimda burun berdilar. Alloh rozi bo'lsin. Baraka topsinlar. Rosa qidirdim. Menda shu rozoviy burun bizaga kerak bo'ladi. Buni endi biz mana bu yerda kirgizgan joyimizdan mashina bunday qilib kirgizib qo'yib, kley bilan yopishtirib qo'yamiz. Bizga shu burundan kerak bo'ladi. Chunki buni to'qiyotganimizda qilib bo'lmaydi. O'shaning uchun buni anaqasi, men buni xohlasanglar eritib olib tashlasanglar bo'ladi, xohlasanglar kesib tashlasanglar bo'ladi, xohlasanglar shunday o'zi bilan birga bunday tiqib qo'ysanglar bo'ladi. Men o'zi bilan birga tiqib qo'yaman, mahkamroq bo'lishi uchun. Kleyim hozir boshqa joyda edi. O'shaning uchun buni men keyinroqga qoldirdim. Endi bizaga buni qilib bo'ldik. Biz hozir quloqni ham to'qishimiz kerak shekilli. Endi quloqni o'laymiz-mi? Bizlar mana qora ip oldim. Chunki tak sal ozgina biza qo'lga berib olishimizga to'g'ri keladi. Bu bitta joydan mana olib kirdim. Va ko'zini o'rtasiga yaqinroq joydan mana olib chiqdim. Endi menda hozir bunimni zaklushkasi, ya'ni kirganda bu menda mana polni yopib qo'yadi. O'shani hisobiga menda sal teparoqdan bo'lib qolyapti, lekin harakat qilaman o'zidan chiqarishga. Bir qavat qilamiz, mana ip qoldiramiz. Va mana bitta petga men betdan tashlab turib, keyingi ko'ziga olib chiqaman. Hozir iplarimni ham qidirishim sal qiyinroq bo'ldi desa, qalarroq ipda qilaman. Mana. Va bittan ham xuddi shunaqa. Va mana bitta olib chiqqan joyimga, kirgizgan joyimga olib chiqaman. Mana.
ipni cho'zaman. Shu joyda sal tortibroq boylayman. Kuruchoy yordamida. Tepaga bu yoqdan olib chiqib qo'yaman. Oq ipda ham mamitlarini sal to'g'irlab yuboraman. Agar qop-qora ko'z qo'yadigan bo'lsanglar, oq ipda qilsanglar chiroyli chiqadi. Ko'zini atrofiga yarim oycha bersak, bera olmas ekanman qisqasiga. Men buni darsdan keyin o'zim to'g'rilab naqib olaman. Endi qoshini ham qilishimiz kerak. Tak, 1, 2, 3. Mana bittan olib chiqaman. Ko'zini to'g'risidan. Va bitta bu yoqqa tushyapman. Bu ko'zi bilan to'g'risidan. Mana. Bunisidan ham xuddi shunaqa qilamiz. Bu ko'zini to'g'risidan olib chiqamiz. Iplarni bu yoqdan ola qolay. Ko'zlari qizlar slishim bo'lib ketdi. Mana. Endi to'g'ri bo'ldi va bu ko'zini tak, noto'g'rimi? Kamerada sal qiynalyapman. Oldingi bo'lib keyin yuzsam bo'lar ekan. Men bitta qator mana tepaga chiqib oldim. Endi o'tkazaman. Tak prinsipi bularni qilmasanglar ham bo'ladi. Endi chiroyli turishi uchun qilyapti bu. Qizlar sizlar so'raganinglarga video qilib olaman. Sizlarni aniqinglar bilan mana darsam olib, mana endi bir xil bo'ldi.
Unaqa tortmasdan boylaymiz, lish bi ichiga kirib olsa bo'ldi bu. Kirib oldi. Buni darsdan keyin men o'zim to'g'rilab olaman. Endi biz qulog'ini o'laymiz. 38-39 qatorga o'laymiz. Tak, mana bu o'rtasi bo'lsa 2 3 bu yerda mana mashitlardan o'laymiz. Mana ko'zini o'rtasida mana olib chiqamiz. Qanaqa qilishinglarga bog'liq. Yaqinroq tursin desanglar, yaqinroq qilasizlar. Men shu yerdan qilaman. Mana shu qator bo'ylab tikamiz. Birinchi bir yoq tarafini tikib olyapman. Yuvganda ham mana baribir bu bilan buni rangi xuddi mana bu молочныйroq bo'lganda, mana bu oppoq. Yana qaytadan yuvishimga to'g'ri kelar ekan. Tak. Endi bu tarafidan tikaman. Xuddi shu qatori bitta mana bu ko'zini tugashiga qilgan bo'lsam, bitta ham xuddi shu ko'zini tugashida, boshlanishidan o'layman. Ya'ni mana men bittadan o'layotganman. Orasini men unaqa qattiq ochmayapman. Bittasini mana o'lab qo'ydik, endi ikkinchisi. Xohlasanglar sal pastroqdan ham bo'lasanglar bo'ladi. O'zingizlarning xohishingizga qarab. 38-39 qatorda. Buni ham xuddi shunaqa bug'doydan tikib olaman. Bunaqa qilib aylanib qilib tikib olaman. Chiroyli ko'rinadi.
orasidan o'tib qoldi. Endi bu tarafiga o'tib, bu tarafini ham mana tikaman. Tugun qildim. Bo'ldi, ipni endi bu yoqqa chalkashtirib, keyin uzamiz. Mana qulog'i ham tayyor. Buni keyin o'zim qilib olaman. Endi dumchasini to'qiymiz. Kalsiyum guruch qilib ko'raman. Yettita stolbik to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 7 belga qo'yib olamiz va har bitta petlaga pribavka qilamiz 7 marta. Petla sonimiz 14 ta bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7. Ikkinchi qatorimiz tugadi. Uchinchi qatorda gir aylanib 14 ta petlani o'zini to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 7 14 ta petlani o'zini to'qidik. Endi 7 marta ubavka qilamiz ketma-ketiga. Ikkitani bitta qilib to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 7. Tikish uchun ipimizni uzunroq qoldiramiz. Sintifon solamiz. Tikayotganda solamiz. Oyog'ini ulagan joyimizdan bitta qator tepaga chiqib, mana o'rtasini belgilab olamiz.
Tak, qo'lini o'rtasi bilan mana ko'rib olsak bo'ladi. Mana mana shundan tikishni boshlaymiz. Tak. Bittan bo'lsa, mana bu bittan. Tak, bitta yana qator teparoq chiqaman. Ahamiyat berib turamiz, baland bo'lib ketmasin. Har bitta petlani olib o'tsanglar. Mana endi mana shunda sinchkon solib olamiz. Sinchkon solib oldik va davom etamiz. Har bitta mana petlani bunday qilib tikib olaman. Mana shunda yana bitta tugun qilib olaman. Tugun qilingani bu ipda umuman bilinmaydi, shunisi yaxshi. Mahkamroq turadi va ipni chalkashtirib, bittan olib o'taman. Sinchkonlarning orasidan. Mana bizada quyonchamiz tayyor bo'ldi. Agar kiyimini ham so'rasanglar, kiyimini ham to'qiydiganlar bo'lsa, kiyimini ham ko'rsatib beraman. Allohga omonat bo'linglar. Kuninglar xayrli o'tsin. Allohga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.